Bir parça xishning siri. Bu yil 4-oyda G'o'lji shahridan avatilgan bir parcha oq rangli xishni topshirib oldim. Odatdagi ahvolda bir parcha xish tilga og'irchilik yo'q, to'limi oddiy narsa. Ammo menga avatilgan bu bir parcha oq xish ajoyib zo'r tarixiy kechirmishlarning shohidi bo'lib, men uchun aytganda oz uchraydigan bebaho meros. Chunki bu so'zlayalaydigan, kulalaydigan ham yig'layalaydigan bir parcha xish. U go'yo beshidan talay qismat o'tgan, ko'pni ko'rgan zerak bovaydek so'zlaydi. Gohida qaqoqlab kulatdi, gohida buqildab yig'laydi. Urumchining kunduzdagi quloq mengini zingilditib yetadigan shavqun surallari jimiqib, Kütkül shahar tunjimliqiga cho'mganda bu xislatli xish bilan ikkimiz kusurlashib tugamas suhbatlarni quratdik. Bu chaqda vujudim hayajon ilkida titrab, o'y fikrim mag'ribdan mashriqgacha kezatdi. Eli qavatma-qavat sir hikmatlarga to'lgan o'tmish haqida o'ylansam, eli ezitqudek o'zgarishdan bugun haqida o'ylanatdim. U alohida xishni uyga kelgan mehmonlarga bir ikki qatim ko'rsatib, uningga oid hikoyalarni ancha-muncha so'zlab bergan edim. Ular iranishib ketmadi. Men bu yerdagi oshqushlik masala qimmat o'lchamidagi farqda bo'lsa kerak deb o'yladim. Albatta kishilarning madaniyat saposi, odat ehtiyojlari, orzu-havaslari, g'oya aqidalariga asosan qimmat o'lchamlarimi farqlanadi. Bundaq farqli holatni biz Jibron Xelil Jibronning Munu nasridan ro'shan ko'rib olaymiz. Kunlarning birida etizlikda ishlayotgan dehqon nihoyatda esil bir marmar haykalni qezib opdi-da, uni opirib ativorliq san'at buyumlarini yig'ib saqlovchiga setibdi. Yig'ib saqlovchi bu esil haykalni yuqori bahoda setib opdi. Dehqon qaytib ketib etib, qo'lidagi pulga qarab o'ylanganicha o'z-o'ziga pichirlabdi. Bu pul insonning hayotini o'ylab boqmagan huzur halovatga muyassar qiladi. Haykal o'lik narsa. U to'pi ostida ming yillab yotgan. Uni hech kim xiyoliga keltirib boqmagan. Nima uchun birovlar ashundoq so'g'uq tashni shunchalik pulga setib oladigandir? Shu chaqda yig'ib saqlovchi oldidagi marmar haykalga so'qlanganini chiqarib, o'z-o'ziga pichirlabdi. Nima degan go'zal, nima degan jonliq, nima degan ulug' ham esil bo'yim ha? Afsus, u uzoq yillik shirin uyqusidan amdila uyg'ondi. Nima uchun haq mushundoq esil narsadan voz kechib, o'zini o'lik his tuyg'usiz pulga otadigandir? Demak, qimmat qarashidagi o'xshamaslik tufayli har kim har narsaga o'xshamagan darajada maftun bo'ladi, ham o'xshamagan darajada o'zini beg'ishlaydi. Men boshqalarning diqqatini qo'zg'ayolmagan bu bir parcha oq xishqa bo'lakchilar maftun edim. Avarang duxova partisiga yo'gab qo'yilgan bu oddiy xish, kurash, tavakkulchilik, boturlik, aql-farosat, hayajon, siqilish, xo'rliq, shon-sharaf va hasrat nadomatning yug'urilmasi edi. Aniqroq aytganda, u qadimiy yurt makonlarimizning biri bo'lgan Ili vodisining 20-asrdagi qismatga boy agro-to'qay musofasining shohidi edi. Ili vodisi ommaboplashtirib aytganda G'o'lja yaqinqi 2 asr mobaynida Uyg'ur xalqining tarixida ajoyib zo'r voqealarga sahna bo'lgan xislatga boy zemin.
Bu tengdishi yo'q go'zal tuproqqa eli farzandlari yurakni larziga sog'uda qimmat beg'ishlagan. Gerçi eli vodisidagi Uyg'urlarning noposi uncha bola ko'p bo'lmasa-mu, ammo ularning ro'yobga chiqqan natija utuqlari hayron qolarlik darajada ko'p. Hozirning o'zida eli vodisida 600 mingdan ortiq Uyg'ur bor. Selishtirib baqsaq bunchalik nopos Janubiy Shinjongdagi bir qism nohiyalardami bor. Ammo mashhur shaxslarning ko'pligi tuhbikor azamatlarning jihliqi bilan eli hammani besib tushadi. Eli Uyg'urlari orasidan o'xshamagan sohalar bo'yicha yetishib chiqqan xos ijtimoiy to'plar bu nuqtani so'zsiz isbotlaydi. Biz butkul ona diyorimizni ko'zda tutib aytadigan bo'lsak, eli boturlari, eli inqilobchilari, eli ma'arifchilari, eli ulamolari, eli boylari, eli adiblari, eli san'atkorlari, eli chaqchaqchilari zo'r ta'sirga ega ijtimoiy to'p hisoblanadi. Bu ijtimoiy to'plar eli jamiyatini sarxillashgan jamiyatga aylantirgan. Ularning tuhfa natijalari eli ruhini tashkil qilguvchi o'chmas yalqin. Qisqasi eli Uyg'urlari yaratgan eli ruhi har tarafga yo'riq sepib yelinjab turgan bir gulxon. Eli vodisi o'z navbatida yana 2 asrdan buyon Janubiy Shinjongdagi beshiga xilma-xil eg'ir kunlar kelib chiqish yo'li izlagan o'lima, ziyoli, savdogar, hunarvan, san'atkor, inqilobchi, ishlamchilarning panogohi bo'lgan. Och zerin xalqning hayotlik umidi bo'lgan. Buni dalil bilan isbotlaydigan bo'lsak, 1858-yili Qashqarga xufiyona tekshirishga kelgan Rossiyalik mashhur qozoq olim Cho'qon Valixonov 6 shahar xotiralari degan asarida 6 shaharda savdogarlar va hunarvanlardan e'linadigan boysilik va o'shir zakotlar egri bo'g'ishqa, ularning ko'p qismi o'z yurtini tark etib g'o'lji o'rimchilarga chiqib ketadi deb yozgan. Cho'qon Valixonovdan yarim asr keyin, ya'ni 1915-yili Ufoliq tatar ziyoli Vaqt gazetining muxbiri Noshirvan Yaoshev 6 shaharga sayohat degan maqolasida Urumchi tarafdan kelib etib Oqsuvda uchratgan bir ahvolni mundoq yozgan. Jom yezisiga kelib ishlamchilar tushadigan saroyga tushdim. Bu saroy yalang'oyoq va juljul kiyimlik odamlar bilan to'lgan edi. Endigini choy ichishga boshlagan edim. Hasilga o'lashgan chivindek o'lishib oldi. Bu bechoralar och yalang'och. Orasida qerilarimi bor edi. Nega borasizlar? Eliga chiqamiz. Nima uchun? Osh izlab pul tepish uchun. Qayerliksizlar? Qashqarlik. Oramizda yakan xo'talliklarmi bor? Ertasi saharda Qashqarga qarab yo'lga chiqdim. Yo'lda to'p-to'p kishi uchradi. Ular jamga qarab ketyotdi. Eshaklarga hojun oziq-to'lik ortishgan bo'lib, o'zlari piyoda yuradi. Oralarida amchakdagi bolalarni ko'targan yosh xotin qizlarmi bor edi. Oppoq soqolli qerilarmi bor edi. Oyoqlari yalang, uchsini illatqudek kiyimi yo'q edi. Ko'zlari ko'kaygan, yuzlari sarg'aygan, ig'izlari echilgan, butkul vujudini umidsizlik bosgan edi. Bu bechoralarmi ochliqdan qutulish chorasini izlab eliga safar qilgan edi. Noshirvan Yaoshevdan keyin yana yarim asr o'tganda, ya'ni 1968-yili dongliq milliy shoir Qurbon Barat o'zining Shimol yulduzlariga talmurib degan nodir she'rida Janubiy Shinjongdan Urumchiga kelib Nanzigodagi bekatda g'iribsinib yotgan musofirlar to'g'riliq mundoq chin misralarni yozgan. Yo'l besib uzoq kunlar charchagan yo'lovchilar bekatning temi bo'ylab yotadi qatorlashib. To'p bo'lib kelgan ular non izlab, baxt izlab,
Qadami ko'chmanlardek suv kechib tog'lar eshib. Hech kishi uxlamaydi, sukutda yotar tinch. Naqshidan xoli yoshlar qiyrilar sanmas parang. O't yangan sansiz ko'zlar shimolga talmuradi. Ulardan soğuk yaşlar tökeler taram. Demek bir yerim asr vaqt ichida bepoyon ila vodisi va kang qo'saq ila xalqi Janubiy Shinjongdan ko'chib chiqqan talay kishilarning panogohi ham boshpanohi bo'lgan. Shubhisizki ila vodisi umid vodisi. Ila tuproqi sexiy tuproq. Ila xalqi mardona xalqdir. Olqinimdiki bu bir parça oxish ila osmonida 100 yil chaqnab kishini so'yindiradigan va o'kindiradigan talay vaqa hodisini ko'rgan alohida xish. U xish milliy sanoat tariximizning yodikori bo'lgan bebaho sanoat merosi. Milliy sanoat bilan shug'ullanish millatni gullantirish, davlatni qudrat topqizishdagi tub yo'l. Ayni yillari Amerika Angliyaning mustamlikasi bo'lgan. Shu chaqlarda Angliya o'z manfaatini chiqish qilib Shimoliy Amerikaning hech qanday sanoat bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymagan. Lekin Amerikaning qurg'uvchisi Washington Amerikaning milliy sanoatini taraqqiy qildirishni ta'kidlagan. Amerika tarixidagi tunji prezident bo'lgan Washington vazifaga o'tirgan kuni Amerikada tikilgan kiyimini kiyib Amerikaliklarga Amerika o'zining sanoatini taraqqiy qildirishi kerak deb jakarlagan. U hatto davlat xarajati orqali yasash kasbini taraqqiy qildirishni o'ttirg'a qo'ygan. Demak, Washington milliy sanoatning davlatni qudrat topqizishdagi muhimligini haqiqiy tushungan dahi edi. 19 asrning boshlari Germaniya milliy sanoatni barpo qilishga sal qarab, davlatni iqtisodni erkinlashtirish orqali taraqqiy qildirishni o'ylagan bo'lsa-mu, kutgan maqsadiga yetolmagan. Oxir erkin savdo andizasining nachar taraflarini to'nib yetib, sirtqi qarata yuqori tamojni beji siyosatini yo'lga qo'yib, ikki qismda milliy sanoatni qo'g'digan. 1900-yilga kelganda Germaniya po'lat temir yo'l qatorliq sohalarda dunyodagi sanoat asosi eng kuchli davlat Angliyaga yetishib olgan. 1850-yilning oldi kaynida G'arb jahongir davlatlarining dengiz orqali kelib qilgan hujumiga bardoshlik berolmay, ohanatlik shartlariga g'ing qilmay ko'nishga majbur bo'lgan Qing sulolasi bu jahongirlarning qudratliliginin sirini bilinmay tingirqab cho'nqur krizisga patgan. Keyin o'qimishliqlar qatlamidagilar davlatni qudrat topqizishning ikki turli taraqqiyot fikri yo'lini tepib chiqqan. Ular savdo sanoat orqali davlatni qutqizish tarafdorlari bilan ma'arif orqali davlatni qutqizish tarafdorlari edi. Afsuslanarligi 1900-yilgacha bu tashabbus hukumatning qo'llashiga erishanmagan. Ayni chaqda garchi Yaponiya Jungoga o'xshashli qaloq davlat bo'lsa-mu, 1868-yili Meiji yangilik ko'chish harakatini qo'zg'ash orqali g'arbdan o'rganib nihoyat tez gullanish yo'liga mangan. Oradan 26 yil o'tib 1894-yilga kelganda g'arblashgan Yaponiya bilan mutaassib Jungo o'ttirasida Javu urushi portlagan. Javu urushida kichikgina orol davlati Yaponiya g'alaba qilib, cho'ng davlat hisoblanadigan Jungoni to'limi o'sal ahvolga tushirib qo'ygan. Shuningdan keyingi bir necha yillik ohonat ichida Jungoliklar davlatni qudrat topqizish haqidagi shuarlarni hukumat irodasiga va amaliy harakatga aylantirishni qattiq talab qilgan. Ishki tashqi vaziyatni nazarda tutgan jahil Sishitayxu 1901-yili noiloj mutaassib pozitsiyasini o'zgartib, yangi siyosatni yo'lga qo'yishga majbur bo'lgan. Bu yangi siyosat 6 turlik mazmundan tarkib topgan bo'lib, ularning ichida savdo sanoatni rag'batlantirish bilan yangicha maktablarni ta'sis qilish bor edi. Bu yangi siyosatda milliy savdo sanoatining qonuniy o'rni tunji qitim e'tirof qilingan.
Texmi ilgirlab savdo sanoatchilarga hukumatning mablag' yordami beriladiganligi ta'kidlangan. Kunzichilik ideyasining ta'siri tufayli savdogarlarni va savdo tijoratni kamsitadigan Jungo madaniyati uchun aytganda, savdo sanoatni hukumat harakati orqali gullantirish yo'lini tutish inqilob xarakterlik yangilik hisoblanadi. Lekin hukumat yordami eg'izga elingan bilan amaliylashmaga ta's edi. Chunki Qing sulolasi hukumati har jihatdan bakmi zaiflashib ketgan edi. Şuna dermanı aciz idi. 1907-yılı alohida maqsad bilan Jungoga safar qilib Urumchidan o'tib ketayotgan Fin millatidan bo'lgan Rossiyalik ofitser Mannerheim o'zining tekshirish xotirasida Qing sulolasi hukumati Xinjiang o'lkasida 30 yangicha maktab ta'sis qilishni talab qilib farmon tushirgan bo'lsa-mu, lekin moliya qiyinchiligi sababidan plan to'liq amaliylashmagan deb yozgan. Savdo tijorat sohasida elining yangi siyosatni yo'lga qo'yish qizg'inligi yuqori generali Changqing 1906-yili Xonga iltimos sunib ijozat olgandan keyin G'oljada hukumat bilan savdogarlar pay qo'shib yung teri savdosi qiladigan bir shirkat qurgan bo'lsa-mu, ammo ro'naq topqizolmagan. Qing sulolasining chirik siyosati va Rossiya imperiyasining savdo ishlaridagi zo'magarligi sababidan mavjudligini tasdiq saqlab, aran rivojlanib kelayotgan Uyg'ur savdogarlari ichida ideyasi ilg'or, mablag'i ko'p, tijoratga mohir, Iroqni ko'rar aka-uka Musaboyevlar Qing sulolasi hukumatining savdo sanoatni rag'batlantirish siyosati yo'lga qo'yilgan tarixiy fursatda savdo kapitalini sanoat kapitaliga aylantirishga niyat qilib, dadasi Musaboy hojimdan qolgan eli ko'radagi ko'nxurum pishiqlab ishlash korxonasini zamonaviy teri zavodiga aylantirish yo'lida izlangan. Aka-uka Musaboyevlarning dadasi Musaboy hojim ma'lumoti mo'l, ko'pni ko'rgan, zehni o'tkir, irodasi mustahkam, savdo tijoratga pishqan, obro'y inovati yuqori kishi edi. U 1850-yillarda chegara atlab savdo qiladigan qobil savdogar sifatida tanilgan. U 1858-yili 23 yoshli cho'qin Valixonovning Qashqarga yoshirin kelib yarim yilcha turib atrofliq tekshirishda bo'lishiga zo'r yordam qilgan. Shu chaqda yeshi o'zidan ancha cho'ng bo'lmagan Musaboy hojimning farosati va jasoratiga hayron qolgan cho'qin Valixonov, "Musa og'a, charchab ketdim, o'zimni hamisha qilning ustida qolgandek sezaman. Men sizning tamkin mijozingizga, qaltis tuzligingizga, qilni qiriq yoradigan chora tadbirligingizga hayron qilibsan solaman. Mundaqcha aytganda siz karomat diplomatkansiz" degan. Qashqarda salohiyatini yoshirib, hayoti qilning ustida turganda kechirmishni boshdan kechirgan cho'qin Valixonov shu qitimda 6 shahar xotiralarini yezib chiqib, Qashqariya haqida Marko Polodan keyin hech qanday ma'lumotga erishamay kelayotgan Yevropaliklarni tunji qitim tushuncha hosil qilish imkoniyatiga ega qilgan. Shuningdan keyin Yevropalik tekshiruvchi va ekspeditsiyachilar birining kaynidan biri tarim qoviqini chekkan. Musaboy hojim 1860-yillardan boshlab G'oljani baza qilib tijorat bilan shug'ullangan. U uzoq o'tmay eli tavasida zo'r miqdorda chorvasi va nurg'un yer zamini bor cho'ng boyga aylangan. 1881-yili Jungo Rossiya eli shartnomasi imzolanib, Rossiya tarafidan 11 yil egilib olingan el rayoni Jungoga qaytarilgan. Rossiya elini vakolatan saqlab berganlik xarajati uchun 9 million rubl to'lam to'lashni talab qilgan. Buni shu chaqdagi Jungo kumushiga sundirganda 5 million sar kumush bo'ladi. 1894-yildagi Jungo Yaponiya urushidan ilgari Qing sulolasining har yillik moliya kirimi taxminan 80 million sar kumushdan ko'proq edi. Zaiflashib ketgan Qing sulolasi shartnoma bo'yicha Rossiyaga to'lam berishga majbur bo'lgan. Qing sulolasining moliya qiyinchiligi ig'ir bo'lg'achqa, to'lam pulini hal qilish uchun elida hukumat savdogarlarga yer sotgan. Shu chaqda cho'ng savdogar Musaboy hojim G'o'lja va Ko'radin eng yaxshi yerlarni setib olgan.
Rossiya bilan Şinjan o'ttirisidagi savdo tijoratda asosli o'rinni yung teri savdosi egallaydi. Chala pishiqlab ishlangan teri zo'r foyda og'ili bo'ladigan tovar hisoblanadi. Uyg'urlarda kun xurum kasbi umumlashgan kasb edi. Shu sababdan Musabay hojim 1885-yili Kura shahridan setib olgan yerga 90 ishchi ishlaydigan teri pishiqlab ishlash korxonasi qurgan. Bu Jungo bo'yicha tunji teri pishiqlab ishlash korxonasi edi. 1887-yili Tianjinlik Wumaurin qurgan Beiyang teri aylash shirkati ishga kirish 1-2 yil bo'la bo'lmayli vayron bo'lgan. Kasb jihatdagi an'anaviy ustunlik ham bozor ehtiyoji jihatdagi afzallik sababidan Musabay hojim qurgan teri pishiqlab ishlash korxonasi bog'an siri gullangan. Musabay hojimning o'g'illari Husanbay bilan Bahovuddinbay yerlik usulda qo'l hunari orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Rossiya, Germaniya, Turkiya qatorliq davlatlarga sotgan. Bu ikki o'g'il Ruslar bilan savdo qilish jarayonida mablag'ining ko'pligi va tijorat ishlaridagi chevarligi bilan dong chiqargan hamda Musabayevlar deb mashhur bo'lgan. 1895-yili Musabay hojim qazo qilganda uning 3 xotinidan bo'lgan Husanbay, Bahovuddinbay, Imom Muhammad, Obul Hasan, Hisomiddin, Abdullohdan iborat 6 o'g'li va 2 qizi allaburun qatorga qo'shilib bo'lgan edi. Bularning ichida bir-biridan qobiliyatli cho'ng o'g'illari Husanbay bilan Bahovuddinbay tijoratga pishgan, o'zini to'xtatgan xalqaroliq savdogarlardan bo'lib qolgan. Ular albatta eng mushkul yo'llarni besib, eng zo'r qiyinchiliklarni yengib mushu holatga kelgan edi. Chunki ular Şinjangda boj to'lamay savdo qilganning ustiga zo'migarlik bilan xom ashyo manbasini monopol qilib olgan Rossiya savdogarlari bilan tig'ma-tig' turib savdo jengi qilgan. Bu to'g'riliq G'o'ljining savdo tarixidan qisqacha bayon degan maqolada mundaq yozilgan. 1851-yildan keyin Char Rossiya jahongirligi bir qator tang huquqsiz shartnomalarni tuzish orqali il rayonida savdo ishlari bilan xohlagancha shug'ullangan. Rossiya savdogarlari Jungoning qonunlariga bo'ysunmaydi. Ular elining savdosini monopol qilib olib, Rossiya mollarini turkumlab ep kirgan. Yerlik mahsulotlar va xom ashyolarni arzon bahoda talon-taroj qilgan. 1890-yilining oldi keynida ilining milliy savdosi Rossiya savdogarlari va Rossiya mahsulotlari bilan bo'lgan raqobatda taraqqiy qilishga boshlagan. Har millat xalqi import-eksport shirkatlari va vositachilar orqali o'ziga xo'ja holda chegara savdosi yo'lini ochib Rossiya savdogarlari bilan tirkashgan. Buningda Husanbay boshlamchi bo'lgan. U turlik teri xurum, yung, paxta qatorliq yerlik mahsulotlarni eksport qilib bosh ko'targan. Rossiya imperiyasi bilan import-eksport savdosini yo'lga qo'ygan. Aka-uka Musabayevlar xalqaroliq savdogar bo'lish sifati bilan Qrim tatarlaridan chiqqan mashhur jadidizmchi Ismoil G'azfiralining jadidizmlik tashabbuslariga va bu tashabbuslarning Turkiya, Qozon, Ufa, Orenburglarda va Samarqand, Toshkent qatorliq O'rta Osiyo shaharlarida paydo qilgan yangi ma'arif, yangi madaniyat to'lqiniga yaqindan diqqat qilgan. Dadasining pulning xo'jasi bo'lmay, bilimning xo'jasi bo'linglar degan vasiyati bo'yicha ish ko'rib, madaniyat ma'arif ishlariga alohida ko'ngil bo'lgan. Ular İsmail G'azpirali 1884-yili Yurti Bog'chisaroy shahrida tunji usuli jadid maktabini ochib, ya'ni usuli Saudiya maktabini ochib 15 yil o'tgandan keyin ona yurti ustuna tushning Eksoq kentida jadidchi o'qitish usulini yo'lga qo'ygan tunji maktabni ochgan. Bu yangilik ayni yili Qrimda chiqadigan Tarjimon gazetida xabar qilingan. 1905-yili Qing sulolasi hukumatining savdo ishlari vazorati chet ellarga chiqib raqobatga qatnashish nizomnomasini e'lon qilib, Jungolik savdogarlarni xalqaro tovar yarmankilariga qatnashishga rag'batlantirgan va ko'rsatma bergan.
Bu orqali tashqi savdoni kengaytib, ilg'or davlatlarning mahsulotlarini ko'rib, Jungoning savdo sanoat ishlarining taraqqiyotini ilgari surmoqchi bo'lgan bo'lsa, Aka-uka Musabayevlar uningdan necha yil ilgarila tashqi savdoni yo'lga qo'yib, Moskva qatorliq shaharlarda o'tkazilgan yarmankalarga qatnashib, xalqaroliq raqobatga tushib, savdo tijorat ishlarida mo'l tajriba va xalqaroliq nazarga ega bo'lgan. 1905-yili aka-uka ikkilan birlashib Musabayev birodarlar shirkatini qurgan. Bu shirkatning qurilishi Xinjiangning savdo tijorat tarixidagi namoyanda xarakterlik boshlanishi hisoblanadi. Aka-uka Musabayevlar shirkat qurgan chaqda allaburun Rossiyaning har qaysi shaharlaridagi savdo vakolatxonalarini talonliq hisobot ishlatish orqali savdo qiladigan yo'lga kirgizib bo'lgan. Rossiya bankasida hisobot nomeri ochgan. Wu Shaolinning Xinjiangga nazar degan asrida aka-uka Musabayevlarning Tianjin va Shanxaydagi bankalar bilan aloqasi borligi aytilgan. Ular Uyg'ur va rus til yoziqidagi ayrim ish qog'ozi bostirib, shirkatning xat aloqalarida maxsus shu qog'ozni ishlatgan. Bu paketlar ularning xalqaro saviyadagi o'lchamlashgan shirkat boshqarish yo'liga kirib bo'lganligini isbotlaydi. Haqiqatanmi 20-asrning beshida Xinjiang rayonida ularga yetadigan cho'ng savdogarlar yo'q edi. Zomigar Rossiya imperiyasini orqa tirak qilib savdo qiladigan Tatar O'zbek boylarimi ularga yetmaydi. Xinjiangdagi Xanzu savdogarlar ichida Tianjinlik savdogarlarning amaliy kuchi eng kuchli bo'lib, ular Tianjin guruhi deb ataladi. Ularning ichida Yang Liuping eng oldingi o'rinda turadi. Uning Xinjiangda 100 dan ortiq do'koni bor edi. Asosligi milichmal, yipak, gazlama raxt, tamaki, choy, haroq tijorati qiladi. Ammo uning mablag'ini aka-uka Musabayevlarning mablag'iga selishtirg'ili bo'lmaydi. Tijoratining xarakterini texmi selishtirg'ili bo'lmaydi. Biri do'kondor xo'jayin bo'lsa, biri sanoatchi kapitalist edi. Biri milichmal savdogar bo'lsa, biri xalqaroliq salohiyatga ega korxonachi edi. Aka-uka Musabayevlarning savdo tijoratdagi ta'sirini ularning sheriklash Musabayev birodarlar shirkatini qurganligi munosabati bilan 1905-yili Char podshohga yozgan munu maktubidan cho'nqur his qilib olg'ili bo'ladi. Janobi oliylarga ma'lum bo'lg'ay, kaminalari Husayn ham Bahovuddin Musabayevlar bu vaqtgacha Husayn Musabayev nomida bo'lib kelingan savdomizni 1323-yil Hijriya Tomuz oyidan boshlab har ikkimiz sherik bo'lishib, ahda va shartlar bog'lab tijorat va sanoat korxona ishlarini komil ozodalik ila yurgizmak bo'lib, savdomizning nomini tijoratxona Husayn Musabayev va birodari qo'yib, ahdi va sharoit qoidalarimizni podshohlikni guvohlantirib ishimizni bir davom qildik. Har ishning beshida mudir Husayn Musabayev bo'lib, ham uning o'rnida birodari ham sheriki Bahovuddin Musabayev qo'l qo'yganlariga iltifot qilmoqlaringizni rajo qilib, tavajjuhotingizning davomini tamanni qilamiz. Bundaq yuksak farosat va dodil pozisiya avlodlarni so'yindirmay, iftixorlantirmay qolmaydi. Shubhisizki ajdodlarning ajri avlodlarning g'urur boyligi. Mayli savdo sanoatni gullantirish, mayli yangi ma'arifni yo'lga qo'yish, mayli chet ellarga o'quvchi chiqarish jihatda 1900-yildan ilgari boshlamchilik rol o'ynagan aka-uka Musabayevlar 1901-yili Qing sulolasi hukumati yangi siyosatni e'lon qilish bilan tang qadamni texmi cho'ng elib, savdo kapitalini sanoat kapitaliga aylantirish maqsadida nazarini Yevropaning ilg'or sanoatiga tikkan. 1906-yili Yaponiya bilan Jungo sheriklashib, Yaponiya mablag' chiqarib, Jungo tarixidagi tunji zamonaviy Jiangnan ko'nxurum zavodini qurayotganda, aka-uka Musabayevlar Germaniya va Fransiyada ko'nxurum zavodining uskunalarini setib olish uchun to'xtam tuzishib bo'lgan.
18 asrning keyingi yarimidan buyon xalqimizga hukmronlik qilib kelayotgan aksiyatchi Ching sulolasi hukumatining hokim mutlaqligi va zo'ravonligi xalqni qo'rqinchoq, ehtiyotchan, tushkun, nodon, gumonxo'r va qo'lchilik xarakteriga giribtor qilib etgan sharoitda Aka Ufqi Musabayevlarning qaddini tik tutib, o'z kuchiga tayinib, aql farosatini namoyon qilib, mag'rur ham qoqbash Yevropa kapitalistlari bilan tang o'ltirib suhbatlashib to'xtam tuzishi har qanday kishini hayajonga solmay qolmaydi. Ol sot shaklida savdo qilib kelgan qaloq xalqning farzandi bo'lgan Aka Ufqi Musabayevlarning sanoat mahsulotlarini o'zlari yasab setish maqsadida zamonaviy zavod qurish g'ayratiga kelganligi har qanday kishini so'yindirmay qolmaydi. Uşaq burjuaziyadan milliy burjuaziyaga aylanish yo'liga qadam qo'ygan Aka Ufqi Musabayevlar 1906-1907 yillari Germaniyaning Reyn daryosi bo'yiga joylashgan Frankfurt shahridagi mo'yniz to'qimachilik ko'nxurum zavodi, EYJ elektr hassadorlik shirkati va Fransiyaning Toorni stanok shirkati bilan to'xtamlashib, kerakli bo'lgan mashina, stanok, parqazan, generator, elektr motor, metal qirish, randalash, dazmollash, chaqlash, kapsharlash uskunalarni setib olgan. Jainxi bilan Jajibang birlikda yozgan Musabayev teri zavodi haqida so'z degan maqolada 1913-yili Jungo ishki o'lkalarda qurgan 11 o'rindagi teri zavodining umumiy kapitali 4.600.000 yuan bo'lib, Musabayevlar teri zavodining mablag'idan aran 1 million yuan ortiq edi deyilgan. Aka Ufqi Musabayevlar 40 dan oshiq mashina uskunini Rossiya tarafining qattiq shartlarni qo'yishi va turli to'salg'u paydo qilishiga unumli taqobil turib, Germaniyadan Moskva, Omski, Shamay, Yorkent liniyasi bilan poyezd, paraxod, g'arba, chana qatorliq qatnash qorallarida 1001 mushaqqatda G'o'lji shahriga ep kelib 300 ming ko'lamdagi zavod qorog'i joylashtirgan. Rossiyadan o'tqi chidamli xishlarni setib olib, zo'r jasorat bilan zavod qurilishini putkizgan. 25 metr egizlikdagi turxunni qopirib, yuqori qismiga 1909 degan sonni oqish bilan naqshlab chiqargan. Chingizxonning qo'shinlari Kangsay orqali G'o'ljiga yetib berish uchun 48 o'ringa ko'vrik solgan bo'lsa, Aka Ufqi Musabayevlar Yorkent Qo'rg'as G'o'lji oralig'ida 200 dan ortiq cho'ng kichik ko'vrik yasab, zavod uskunlarini G'o'lji shahriga ep kelgan. Shunda qilib 1909-yili kuzda zavodning vut qilib yangragan go'dik ovozi eli osmonini larziga silib Xinjiang milliy sanoatining pardasini ochgan. Bu zavod qaloq natural egilikdagi Xinjiangning sanoatlashishiga tashlagan tunji zo'r qadami bo'lish sifati bilan 20-asr Xinjiang tarixidagi ahamiyati eng zo'r voqealarning biri bo'lib qolgan. Ayni vaqtda bu zavodning qurilishi ona diyorimiz Xinjiang uchun aytqandila emas, balki butkul O'rta Osiyoga nisbatan aytqandimi hayron qolarlik zo'r yangilik edi. Bu yangilikni Aka Ufqi Musabayevlar aytib tugatkusiz jasorat va minglarcha opirin o'qig'idek farosat bilan talay mushaqqatlarni yengib, turli davlatlardagi nurg'un savdo diplomatiya o'rinlariga qatirab 4 yil vaqt sarf qilib qurib chiqqan edi. Bu zavodning qurilishi ona diyorimizda tunji avlod milliy kapitalistlarning borliqqa kelganligidan, milliy kapitalning shakllanishga boshlaganligidan derak bergan. Karl Marx tugmanning beshida pomishchik o'ltirdi, zavodning beshida kapitalist o'ltirdi degan edi. Pushildab o'ltirib polo yeyishni cho'ng biladigan g'oyasi Namrat pomishchik bilan bozor, xom ashyo, raqobat, fursat, mavjudlik, taraqqiyot, yangilik, uchur, texnika, son, sifat, kapital haqida tinimsiz tafakkur qilib izlanadigan kapitalistning safosida osmon zamin farq bo'ladiganligi o'z-o'zidan ayon. Bir milliy kapitalist eng oz bo'lganda bir milliy korxonadan derak beradi. Milliy korxonalar ko'plab qurilgan sira tabiiy holda hozirgi zamon millati bo'lish uchun eng zarur bo'lgan milliy burjuaziya qatlamini shakllantiradi. Shubhisizki milliy burjuaziya qatlami bir millatning ijtimoiy qatlamlari ichida
iqtisodning, jamiyatning aylanish qonuniyatini tushunadigan ham uning taraqqiyotiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadigan qatlam hisoblanadi. Milliy burjuaziya qatlami shakllanmagan millatning siyosiy tafakkuri hargiz yetilmaydi. İqtisodiy engi haqiqiy ma'noda uyg'onmaydi. Nodon baylarda bolalarga meros qoldirishdan ortiq ahamiyatli orzu bo'lmaydi. Ularning ilkidagi boylikning ijtimoiy roli bakmi to'van bo'ladi. Shunga korxonaning qimmati, korxonachilarning roli haqida cho'nqur ta'sirotga ega yaponlar 100 professor tarbiyalagandan bir korxonachi yetishtirgan a'lo deb qaraydi. Haqiqatan milliy korxonachilar millatning zo'r boyligi hisoblanadi. Milliy kapital kuchi yo'q yoki milliy kapital kuchi ojiz millat zamonaviy taraqqiyotdan to'limi yiroq turadi. Bir jamiyatda bir korxona quriladi ekan, tabiiy holda milliy kapitalning cho'g'lanishiga bir eshik ochiladi. U korxonada ishlaydigan maxsuslashgan malikalik ishchilar qo'shuni borliq keladi. Avlodma avlod natural egilik va ibtidoiy ishlab chiqarish shakli orqali o'zini qamdab kelayotgan qaloq namrat chechilang'u bir jamiyatga nisbatan aytganda qoida tuzum engig'i ega vaqt unum bilan hisoblashadigan malikalik ishchilarning borliq kelishi salchig'laydigan yengillik emas albatta. Farosatlik yiroqni ko'rar Aka-uka Musaboyevlar zavodning taraqqiyotini ishlab chiqarishning kapolatga ega qilinishini nazarda tutib, zavodni gudik yangratishdan avval germaniyalik texniklarni, rossiyalik tatar o'qituvchilarni, Buxoroda o'qib kelgan damollalarni taklif qilib, hozirgi ili pedagogika institutining o'rnida texnik ishchilarni tarbiyalaydigan kasbiy maktab qurib, zamonaviy zavodning talabiga loyiq boshqurg'uchi texnik va ishchilarni tarbiyalash ishini boshlagan. Odatda maktab qoro deb atalgan bu o'rinda 3 qarorda 500 dak ishchi tarbiyalangan. Ularning ko'pinchisi Janubiy Shinjongdan eliga ish izlab chiqqan musofir yetim yesirlar edi. Ularning orasidan buxgalter, hisobchi, statistikchi, kassir, mexanik, parqazon boshqurg'uchi, sho'rnik, texnik, master, tokar, selsar, kapsharchi, priyomchi, telefonist qatorliqlar yetishib chiqqan. Aka-uka Musaboyevlar yana zavod ishlab chiqarishiga kirishib bir necha yildan keyin Rossiyaning Qozon shahridan Xalichi Abistay qatorliq 3-4 tatar ayol o'qituvchini taklif qilgan. Bu abistaylar uchun maxsus ayollar hunar maktabini ochib, qiz-cho'qonlarga savod chiqarish tarbiyasi bergandan sirt kiyim tikish, yungdan sharpa, popayka, palay, paypoq qatorliqlarni to'qishni, reshiliya, giladiya, shitya, kanva qatorliqlarni ishlashni o'rgatgan. 1907-1909 yillari atrofida yetim yesir bolalar uchun qurilgan Daril Shafqat maktabida Turkiyada o'qigan o'qituvchilar Istanbuldagi maktablarning programmalari bo'yicha o'qitish eppagan ham rus tili bilan xanzu tili o'rgatgan. Ular o'qitadigan darslarning doirasi tor, tijorat va zavodga kerakli bilimlar ko'proq edi. Buningdan Musobay jamiyatining savdo sanoat ishlari bilan shug'ullanadigan munavvar emgakchilarni tarbiyalashni maqsad qilganligini ko'rib olib bo'ladi. Bu mezgilda yana G'ulji boylari birlashib Uyg'ur ma'arif tarixidagi tunji to'liqsiz o'ttira maktab Rushtiya maktabni qurgan. Aka-uka Musaboyevlar texmi mardonalik ko'rsatib, chet ellarda o'qishni xohlaydiganlar o'zini ma'lum qilsa, o'qish xarajatini o'zlari ustiga elib o'qitishga kapolatlik qiladiganligi haqida uqtirish tarqatgan. Musaboyev teri zavodi qurilgandan keyin ta'siri nihoyat cho'ng bo'lgan. 1872 yilidan e'tiboran Shanxayda inglizlarning mablag'i bilan chiqib kelayotgan Jungo tarixidagi tunji va eng nopozliq gazet Shinbo gazetida bu xabar berilgan. Ayni chog'da Yaponiyada panohlanib turayotgan dog'liq islohotchi mutafakkur Kang Yovi 1910 yili 4-oyning 28-kuni xonga sungan shikoyatnomasida ilida qurilgan ko'nxurum zavodi aslida Rossiya mollariga taqobil turishni nazarda tutib qurilgan edi. Halbuki Shinjongdagi savdo ishlarida Jungo savdogarlari boj to'laydi, Rossiya savdogarlari boj to'lamaydi.
Bundaq bo'lsa taqobil turish degan bir quruq gap bo'lib qolmadimi? Bu hol hukumat bilan savdogarlarni mushkul o'ringa tushirib qo'ydi. Savdogarlarimizning orzu talablarini e'tiborga olib, ular setib olgan va sotgan terilarga boj elib, ishlab chiqargan pishiq mahsulotlardan boj elishni kechirim qilish orqali ularning davomli tijorat qilishiga madad berilsa bo'ladi deb o'ttiriga qo'ygan. Buningdan bu o'ttiri tipdagi zavodning ayni chog'da dag'udug'isining nalagacha berib yetganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Zavod ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin chorvachilardan ko'plab xom ashyo setib olgan. Ili xalqi xeli obdalla manfaatlangan. Jumladan ayni vaqtda ili tog'larda yashayotgan 50 ming qozoq xalqimi manfaatlangan. 1908-yildan 1913-yilgacha G'uljida harbiy amaldor bo'lib turgan Yang Zanshu hozirgi Xinjiang degan aslimisida yolg'iz zavodli foyda ep qolmay chorvachilarni xeli obdan nafga erishdi deb yozgan. Haqiqatan bu xom ashyo setib olish, mahsulotlarni setib chiqarish jarayonida elida savdo tijorat ajoyib jonlangan. Aka Ufku Musabayevlarning Kantor Qoro deb ataladigan hozirgi G'ulji shahrining markazidagi xalq maydoniga to'g'ri keladigan hashamatlik bosh tijoratxonasi, ya'ni shirkati eng oldirash o'rin bo'lib ketgan. Zavodda turkumlab ishlab chiqarilgan mahsulotlarning 60% Rossiyaga, 40% Xinjiangning har qaysi joylariga setilgan. Siliq, sipta ham puxta bo'lgan bu sifatlik mahsulotlar ayni vaqtda Ili, Cho'chak, Oltay, Urumchi, Shixo, Manos qatorliq joylarda keng ko'lamda setilgan. Ko'n, xurum, shavrun, cham, ranglik kajul, chegirin, bulg'ari, palval, maskab, masa, o'tuk, kamar, bojingir, no'xta, egar qatorliq mahsulotlar kishilarning ehtiyojini zo'r darajada qamdigan. Kishilarning turmush sifati ma'lum darajada o'sgan. 1912-yili 1-oyda elida turishliq harbiy qo'shin ichidagi Shinxay inqilobini himoya qilib, Manjula hukmronligidagi Qing sulolasi hukumatining mavjudligiga xotima berishni orzu qiladigan Yang Zanshu, Feng Timin qatorliq inqilobchilar qo'zg'olon ko'targanda Musabayev teri zavodining moddiy yordamiga erishgan. 1914-yili portlagan Birinchi dunyo urushi Musabayev teri zavodining savdosini texmi jonlantirib etgan. Urushga qatnashganlik sababidan egar o'tuk, chegirin, no'xta va ko'n xurumga bo'lgan ehtiyoji jiddiy oshgan Rossiya hukumati kayni-kaynidan mol zakaz qilgan. Aka Ufku Musabayevlar Musabayev teri zavodini qurish jarayonida yana G'ulji shahridagi hozirgi xalq maydonining o'rnida savdo tijorat ishlarini bajaradigan cho'ng ko'lamlik zamonaviy qoro sog'an. Bu qoro Musabayevlar kantori deb atalgan. Bu o'rin Musabayev birodarlar shirkatining o'rni qilingan. Bu qoro yana kantor qoro deb atalgan. Xalq natural egilik va partizanchi savdo tijorat shakli umumlashgan ayni yillarda savdo korxonasi bo'lgan Musabayev birodarlar shirkati bilan sanoat korxonasi bo'lgan Musabayev teri zavodi eli tavasidagi zamonaviy hayotning eng ro'shan belgisi bo'lib qolgan. Shubhisizki sanoatlashtirish iqtisodiy gullanish va jamiyat taraqqiyotining muqarrar yo'li. İctimai ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyotining muayyan bosqichga yetganligining muhim belgisi. Haqiqatan Musabayev birodarlar shirkati bilan Musabayev teri zavodi qurilib uzoq o'tmay, G'ulji shahri Xinjiangdagi eng obod madaniy jadidchi maktablar eng ko'p ochilgan, savdo tijorat jonlangan jalbkor shaharga aylangan. Nushirvan Yaoshev 1915-yili Janubiy Xinjiangni sayohat qilib ketib etib, Vaqt gazetiga avatgan maqolasida 6 shahar musulmonlari texi taraqqiy qilgani yo'q, ilm va maarif, ziroat, tijorat va sanoat ishlari bir yoqda tursin. Bu yerda texi ibtidoiy maktablarmi yo'q, xalq bak namrat, bular G'ulji musulmonlaridan ibrat osimi yaxshi bo'ladi deb yozgan.
G'uljining madaniyat muhiti qo'yiqlashgan seri Rossiyalik bir qism tatar ziyolilar, Toshkent, Andijonlik bir qism o'zbek savdogarlar, o'qimishliq zotlar kayni-kaynidan G'uljiga kelib makonlashgan. Ularning orasida o'rtaq milliy gullanish g'oyasini ko'ngliga pikkan zotlarmi Chor Rossiya hukumatining ziyonkashlik qilish obyektiga aylanib qolganligi uchun panohlik izlab kelgan Abdulla Bobidek ma'arifchilarmi Rossiyadagi urush malamanchiligidan xavf his qilib qechib kelgan boy savdogarlarmi bor edi. Ular G'uljining madaniyat ma'arif havosini texmi qo'yiqlashtirishda, savdo tijorat ishlarini texmi jonlantirishda ko'rinarli tuhfa qo'shgan. Ashu yillarda yana Qashqa otish tavasidagi bir qism boylar va o'limalar shundaqla tirikchilik yo'llarini izlagan nomrod avam G'uljiga zo'r qizg'inlik bilan ko'chib chiqib, yangi mahallalarni shakllantirgan. Qisqasi G'ulji shahri mazkur zavodning sharofati bilan zanjirsimon holda borliqqa kelgan yangicha taraqqiyot manzarasini namoyon qilib, Şinjangdaki g'aflat uyqusida uxlayotgan boshqa shaharlardan farqli holda zamonaviy dunyoga dodillik bilan yuzlangan madaniy shahar bo'lib qolgan. Rossiyalik mashhur sharqshunos V.V. Bartold G'ulja nomli asrida ayni yillardagi G'uljini Şinjangning ma'arif sohasidagi o'rni yuqori ko'tarilib, yangi bir ideyaviy iqlim markaziga aylangan edi deb yozgan. Ko'rib bo'ladi-ki, Musabayev teri zavodining qurilishi Şinjangning milliy sanoatining pardasini echib qolmasdan, balki Uyg'urlarning 20-asrdagi milliy uyg'onish harakatining pardasini ochgan. Shuningdan keyin necha asrlardan beri qaloq turg'un anqov holatda davom qilib kelayotgan milliy hayotimizda yangi burilish hosil bo'lgan. Aka Ufka Musabayevlarning Chor Rossiyani asosi obyekt qilgan eksport-import savdosi 1917-yili Rossiyada yuz bergan Oktyabr inqilobining ta'siri bilan bir necha yil pastgo'yga tushib qolgan. Musabayev birodarlar shirkatining Rossiyaning Yorkent, Olmaota, Bishkek, Shamay, Toshkent, Orenburg, Andijon, O'sh, Jalolobod, Moskva qatorliq shaharlardagi tijoratxonalari polash holatga tushib qolgan. Cho'ng muomiladorlari teri-peran bo'lib ketgan. Hukumat almashqashqa Aka Ufka Musabayevlarning ilkidagi zo'r miqdordagi Chor Rossiya puli quruq qog'ozga aylanib qolgan. Savdo tijorat tarixida ko'rilib boqmagan krizisga duch kelgan Aka Ufka Musabayevlar bu chaqda savrchanlik bilan kutib, farosat bilan ish ko'rib, xalqaro vaziyatni inchik ko'zitib, yosh Sovetlar hukumatining g'arb davlatlarining embargosi tufayli iqtisodiy jihatda intayin mushkul ahvolga tushib qolganligini tonib yetgan. 1920-yili 5-oyning 27-kuni Elidoti Shugojin bilan Sovet ittifoqi taraf xodimlari Jungo Rossiya vaqtliq savdo kelishimi tuzib, Jungo Olmaota shahrida Sovet ittifoqi G'ulji shahrida savdo tashqi aloqa organi qurgan. Buning bilan Aka Ufka Musabayevlar savdo aloqasini asliga keltirgan. 1923-yili 50 yoshlarga kirib qolgan Bahovuddinbay Moskvaga berib, ayni vaqtdagi Sovet ittifoqi markaziy ijroiya komitetining raisi 48 yoshli Kalinin bilan ko'rishib, savdo aloqasini kuchaytirish to'g'riliq so'zlashgan. Shuning bilan Aka Ufka Musabayevlarning tashqi savdosi qaytadan gullangan. Bu zavodning mahsulotlari 1924-yili Germaniyaning Leipzig shahridagi xalqaro tovar yarmankasiga qatnashtirilgan. O'sanbay 1926-yili, Bahovuddinbay 1928-yili qazo qilgan bo'lsa-mu, ammo Musabayev teri zavodi har kuni necha qatim gudik yangratib, ishlab chiqarishni normal davom etgan. Yiroq-yiroqlardan ko'zga cheliqadigan G'ulji shahridagi birdan-bir belgi xarakterlik qurilish bo'lgan zavod turg'uni eli osmonida mazmut qad ko'tarib turgan. Zavodning tarixiy tuhfasi uzuksiz eshib borgan. Zavodga O'sanbay bilan Bahovuddinbay vafot bo'lgandan keyin ularning Istanbul, Moskva, Berlin va Parijlarda tarbiyalangan o'g'illari boshliq bo'lgan.
Dastlab 1928 yilidan 1933 yilgacha Husanbayning cho'ng o'g'li Sabit Musabayev, 1933 yilidan 1937 yilgacha Husanbayning yana bir o'g'li Mejit Musabayev, 1938 yilidan 1951 yilgacha yana bir o'g'li Talat Musabayev boshliq bo'lgan. 1940 yillarda zavod injener taklif qilib, texnika yangilab, bir qism mashinalarni to'liqlab, ximiyalik dorilarni ishlatishni yo'lga qo'yib, ishlab chiqarish unumini alohida o'stirgan. Tianjinda tijorat o'rni ta'sis qilib, Yevropa va Arab davlatlariga mal setib, zo'r iqtisodiy unum yaratgan. Materiallarda yozilishicha, Musabayev teri zavodi 1925 yilidan 1940 yilgacha o'zining nomida pul tarqitib tanga qo'yg'izgan. Bu tanga keng doirada ishlatilgan. Bu nisbullah hozirmi Xinjiang muzeyida saqlanib yotadi. Xinjiangning mustabid hukmroni Sheng Jisay Sovet ittifoqida cho'ng tozalashni boshlagan Stalindan ulgi va ko'rsatma elib, 1937 yili jallodlik qilichini yalang'ochlab, Xinjiang miqyosida turli bo'htonlarni chaplab, ilg'or ziyolilarni qo'lga elish, bir qism xalqparvar amaldorlarni yo'qotish, boylarni o'ltirib, mol-mulkini bulashni boshlagan. Necha 10 minglagan yaramlıq kishilar turli usullar bilan yo'q qilib etilgan. Shu qatorda Musabayevlar jamiyatidan Oblasan Musabayevmi izdiraksiz yo'q qilib etilgan. Shu yili yana Jungo miqyosida Yaponga qarshi urush portlab, Xinjiangda Yapon bosqinchilariga qarshi turib vatanni qutqizish orqasab yordam jamiyati qurilgan. Bu jamiyat qurilganda Musabayev teri zavodining shu chog'dagi boshlig'i Talat Musabayev tunji yili 30 million sar o'lka puli, keyingi yili 150 million sar o'lka puli iona qilgan. 1938 yili zavod boshlig'i Talat Musabayev yana G'o'lji shahrida 1,5 kilometr uzunlikda asfalt yo'l yasagan. Yo'lning ikki tarafiga dal-daraxt tikkan. Bu Xinjiang tarixidagi tunji asfalt yo'l bo'lib qolgan. Talat Musabayevning davlat va yerlikning jamoat farovonlik ishlariga ko'ngil bo'lish fazilati shu chog'da Uyg'urcha va Xanzucha gazetlarda qizg'in madhiylangan. 1944 yili Nilqida milliy inqilob portlab, shu yili 11 oyning 12 kuni G'o'ljida 3 viloyat vaqtli hukumati qurilgan. Uzoq o'tmay milliy armiya qurilgan. Bu chog'da Musabayev teri zavodi milliy armiyaga pul iona qilgan ham milliy armiyani ehtiyojli mahsulotlar bilan ta'minlagan. Bahovuddinboyning o'g'li Ismoil Musabayev bilan Abdullah Musabayevning o'g'li Anvar Musabayev vaqtli hukumatda ministr va muavin ministr darajalik muhim vazifalarni o'tagan. 1949 yili 10 oyda Junxo Xalq Jumhuriyati qurilgan. Yangi Jungo moliya jihatda ig'ir qiyinchilikqa duch kelgan. Chunki davlat xazinasini Kuomintang hukumati Tayvanga ep ketgan. 1949 yili 11 oyning 2 kuni Govyonning muavin zunglisi Chin Yun Markaziy xalq hukumatining 4-sonliq yig'inida zayom tarqitib, moliyadagi qizil raqamning o'rnini to'ldirayli degan temada doklad bergan. Shundoq qilib, yangi hukumat moliyadagi qiyinchilikni yengish uchun 1950 yili tunji qitim mamlakat bo'yicha zayom tarqatgan.
Shu chaqda Ili viloyatiga 20 million yan zoyum beleti taqsim qilingan. Musabayev birodarlar shirkati tashabbuskorlik bilan 344 sar naq oltin topshirib 27 million yuanlik zoyum beleti setib olgan. Shuning bilan Ili viloyati zoyum setib olishda mamlakat bo'yicha birinchi bo'lib taqdirlangan. 1951 yili 11 oyda hukumatning uqtirishiga asosan Musabayev birodarlar shirkati va Musabayev teri zavodi Şinjan Lichun sanoat paycheklik shirkatiga qo'shib etilgan. 1954 yili bu zavodning mol mulki baholanib, hukumat bilan xususiylar sherikchilikidagi zavodga o'zgartirilgan. 1958 yili 9 oyning 10 kuni Juda va Yuanjang Şinjanni ko'zdan kechirganda bu zavodni ekskursiya qilib, milliy sanoatni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish kerak deb ko'rsatma bergan. Xalq hukumati mablag' selib o'zgartib qurish, ishchilarni tarbiyalab texnik saviyasini o'zgartish orqali bu zavod 1960 va 1970 yillarda Ili rayonidagi boshlamchi korxona yetakchi sanoatga aylangan. Bir asr mobaynida xalq uchun to'xtamay xizmat qilib, 100 minglagan kishining moddiy va ma'naviy turmushi bilan zich bog'lanib ketgan bu zavod 1990-yillarga kelganda yangi mashina uskunalar saplanmaslik, boshqurish ojiz, bozor raqobati kaskin bo'lish sababidan foydalanishdan ziyon tortishga yuzlangan. 21-asrning yetib kelishi bilan ko'nrab ishlab chiqarishdan to'xtagan. 2004 yili 5-oyning 9-kuni vayron bo'lganligini rasmiy jakarlagan. Uqtirishni Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq yuqori xalq sud mahkamasi Ili Qozoq Avtonom oblastlik sho'basi shu kuni zavod rahbarligiga yetkazgan. Orqatilin Musabayev teri zavodining 130 ming ko'lamdagi zavod rayoni kim ochdi qilish usulida Yingjian uy mulk shirkatiga 30 million yuanga setilgan. Zavod rayoni setilgandan keyin Ili oblasti O'sanbay teri zavodining vayron bo'lish ishlarini bartaraf qilish hisob aniqlash xizmat guruhi zavodning uskuna aslahalarini brakmal yig'ivog'uchilarga setib atgan. Brakmal setibog'uchilar mashina uskunalarni urib chiqib parchalab ep ketgan. Faqat 4 turlik mashina Ili Qozoq Avtonom oblastlik muzeyining orqa oilasiga ep berilib, maxsus tayyorlangan o'ringa muqimlashtirib qo'yilgan. Zavod rayonidagi qurilishlar 2004-yili 6-oydan boshlab chekilgan. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq partikom tashviqot bo'limi kuch tashkillab tuzgan Şinjan Ensiklopediyasi nomli nopozliq asarda Şinjanda eng burun qurilgan milliy sanoat korxonasi deb baho berilgan bu zo'r merosni hech bo'lmaganda xotira qimmatiga ega ma'lum qismini qo'g'dab qilib, sayohat boyliqi qilish hech kimning xiyoliga kelmagan. Musabayev teri zavodi vayron qilinishdan 1 yil ilgari, ya'ni 2003 yili Xalqaro qadimki yodikorliklar mudiriyati sanoat meroslarga bo'lgan tonishni birlikka keltirish uchun Rossiyaning Severdilovski oblastidagi Nijniy Tog'li shahrida dunyodagi har qaysi davlatlarning vakillari imzo qo'ygan Nijniy Tog'l nizomnomasini ma'qullagan edi. Bu sanoat meroslari to'g'risidagi tunji xalqaro nizomnoma edi. Shundaqla sanoat meroslari uqumining pishib yetilganligining belgisi edi. O'z navbatida bu sanoat meroslarini qo'g'dash ideyasining g'albisi edi. Sanoat meroslari uqumi madaniyat meroslari uqumi doirasining kengaytirilganligining ifodalarining biri bo'lib, bu uqum 20-asrning 50-yillarida Angliyada borliqqa kelgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif fan madaniyat organining tirishchanligi bilan 1973-yili Angliyada xalqaro sanoat meroslarini qo'g'dash komiteti qurilgan. Bu komitetning 2003-yili 7-oyda Rossiyada ochilgan 12-qitimliq cho'ng yig'inida ma'qullangan yuqorqi nizomnomasining 1-bo'ligida sanoat meroslari uqumiga mundaq aniqlama berilgan. Sanoat meroslari tarix, texnika, aloqalashish, binokorlik yoki ilm-fan jihatdagi qimmati bo'lgan sanoat madaniyati yodikorliklari xarobalarni ko'rsatadi.
U qurilish, uskuna, sex, tugman, zavod, kan, pech, ambar, dukan, energiyani yig'ish va yetkazish muassasalari, qatnash muassasalari ham sanoatga aloqador ijtimoiy faoliyatlarga ishlatiladigan, masalan, zavod ta'minlagan yoki yaxshilab bergan turalg'u, ibodatxona, ta'lim-tarbiya qatorliq so'rinlardir. Sanoat meroslarini qo'g'dash haqidagi xalqaroliq nizomnomaning ruhiga xilof holda Shinjongdagi tipik sanoat merosi bo'lgan Musabayev teri zavodi yo'q qilingan. Zavod qo'rining ichidagi o'ltiraq rayonda o'ltiradigan har millatdan bo'lgan 2000 ishchi xizmatchi uzoq yil ishlagan, cho'nqur mehri singan zavodidan hash-bash degucha ayrilib qolgan. Zavodidan ayrilib qolgan bu ishchi xizmatchilarga tasalli o'rnida faqat ikkala qurilish qolgan. Uning biri zavodning masjidi, yana biri egiz turxuni edi. 2005-yili 1-oyning 22 kuni, Qurbon hayitining 2-kuni, zavod qo'rining o'ltiraq rayonida o'ltiradigan masjid jamoati peshin namozidan qaytishida zimiston qishning ko'kni qoplab lapildab yig'ayotgan qor ushqunlari ichida haybat bilan qad ko'tarib turgan turxunning oldida 1909 degan sonba yo'nalishda turib xotira uchun suratga tushgan. 100 yillik tarixga ega Musabayev teri zavodi chiqib etilgandan keyin zavod xarobasiga qarab madaniyat ing'iga ega o'qimishli kishilar hasratlik o'xtatishgan. İli oblastlik madaniyat yodikorliklari idorasining kandidat tadqiqotchisi An Yingshin apandi mundaq degan. O'sanboy teri zavodi ismi jismiga loyiq sanoat merosi bo'lib, uning chiqib etilishi nihoyatda afsuslanarli ish bo'ldi. İli Qozoq Avtonom oblastlik elektr energiyasi idorasining bir mas'uli mundaq degan. Sanoat merosi degan bu uqumni qo'yib turib, elektr energiyasi tarmoqi bo'lish sifatida O'sanboy teri zavodining Shinjongga tunji tok eqimi ep kelishdek mushu nuqtani ko'zda tutgandimi, bu koni o'rnini saqlab qilishimiz kerak edi. Bir yil o'tgandan keyin, ya'ni 2005-yili 12-oyning 20-kuni, zavod rayoniga o'ltiraq bino selish huquqini setib olgan Yingjian uy mulk shirkati qurilish planiga ta'sir yetkazdi. Xatarlik qurilish deganni bahona qilib, milliy sanoat tariximizning birdan-bir yodikori sifatida qad ko'tarib turgan turxunni chiqib etishga tutish qilgan. Buni uqqan zavodning peshqadam ishchi xizmatchilari va ularning xotin bolalari parishon holda oldirab naq maydonga yetib kelib turxunni chaqmaslikni o'tingan. Chunki ular zavoddan yodikor qolgan bu yegona turxunga atigan oqshomda ancha-muncha qarab qalbiga tasalli tepib kelyotdi. Ozroqmi gumanitar ruhi yo'q, puldan boshqa hech nimani cho'ng bilmaydigan yangi xo'jayin, minglagan, 10 minglagan kishilarning qalbida yuksak o'rin egallagan bu simvolli qurilishni to'xtamay chiqishga buyurgan. Zavodda bir ömür ishchi bo'lib pensiyaga chiqqan Muhammad Salay ismli kasalchan bovay chaqliq o'rindiqida o'ltirib yuqoridan tövanga bir-birlab qo'mirib tashlanayotgan turxun qishlarga qarab muzdek ko'z yoshlarini tutolmay yig'lab ketgan. Garchi bu bovay sanoat meroslarini qo'g'dash uqumi to'g'riliq hech nimani bilmasimi, sanoat madaniyati haqida hech qanday tushunchaga ega bo'lmasimi, ammo kollektivning mehri muhabbatini qadrlaydigan oliyjanob axloq, yurtni so'yish hissiyoti, to'hpikor ajdodlarga bo'lgan hurmat yuzisidan cho'nqur nadomat chekkan. Shu chog'da Ili pedagogika institutining pensiyaga chiqqan tonglik o'qituvchisi Osim Ma'sum apandi 1984-yildan beri mazkur zavodda tarjimon va ishxona mudiri bo'lib ishlab kelgan o'g'li Eminjonni chaqirib, "O'g'lim, bu bir cho'ng yo'qotish, ajdodlarga qilingan qora yuzlik, madaniyatga qilingan buzg'unchilik, tarixga qilingan hurmatsizlik." 1989-yili Berlin temi o'rib etilganda Berlin shahrining fuqarolari 40 yillik milliy azobni aslatadigan bu tomning xishlarini xotira uchun 1-2 dan ep ketishgan. Sen cheqilayotgan turxun xishlaridan bir nechini saqlab qo'ygan.
Nodon kishilar aynakka qarab ko'ranmaganni dono kishilar kesakka qarab ko'ralaydi degan gap bor. U xishlar milliy sanoat tariximizning guvochisi degan. 100 yillik tarixga ega milliy sanoatning tragediyasini o'z ko'zi bilan ko'rib turgan Eminjon Osim dadasining gapini anglab Turxundagi 1909 degan son uchun ishlatilgan oq xishdan bir nechini elib olgan. Boshqa kishilarmu ilhomlanib bir ikkidan xishni ep ketishgan. Shunda qilib yo'l etish jasoratiga ega mashhur korxonachi, ma'rifatparvar kapitalist aka Ufqi Musaboyevlarning yingnida quduq qazgandek mushaqqat ichida qurib chiqqan Musaboyev teri zavodi G'ulji xalqining ko'z oldidan tal to'kis g'oyib bo'lgan. Bu yil aka Ufqi Musaboyevlarning G'uljida zavod qurug'iniga to'g'ri 100 yil bo'ldi. Milliy sanoatning bayrog'ini ona diyorimizning osmonida tunji bo'lib lapildatgan bu ikki azamatning tarixiy tuhfasini qandoq usulda xotirlash biz avlodlarning aqalli axloqiy burchi. 1985-yildan e'tiboran har 10 yilda bir qitim Atush eksaqda bu ikki azamatning yangi ma'arif mash'ilini tunji bo'lib yondirganligini xotirlash faoliyati o'tkazilib kelyotdi. Bir mutafakkur xotirlashga arziydigan tarixiy faoliyatlari, aslashga arzugidek mashhur shaxslari yo'q xalq, bechora xalq, xotirlashga arzugidek shalliq faoliyatlari, Tillada dastan bo'g'idek mashhur shaxslari turib xotirlashni, aslashni bilmagan xalq omoqat xalqdir degan ekan. Mushu ma'nodan aytganda, bir qo'lida milliy sanoatning bayrog'ini lapildatgan, yana bir qo'lida yangi ma'arifning mash'ilini yelinjatgan bu buyuk azamatlarni yod etib xotirlash tamoman zarur. Men bu yil Xinjiang Yoshlari jurnalining 1-sonida aka Ufqi Musaboyevlarning 9 tuhfasi degan maqolamni e'lon qilib, uningda aka Ufqi Musaboyevlarning Musaboyev teri zavodini qurganligining 100 yilligini xotirlash zaruriyatini ta'kidlagan edim. Xinjiangning sanoatlashish tarixidagi tunji hodisa bo'lish sifati bilan tarix betidan mangulik o'rin olgan bu voqeani xotirlash haqiqatan zarur edi. Chunki yangi ma'arif harakati, yangi madaniyat harakati va sanoatlashish harakati bir millatning zamonaviylashishga tashlagan tunji qadami hisoblanadi. Shunga mush xildagi tarixiy ahamiyatga ega voqea hodisalarni xotirlash avlodlar uchun burch ham sharaf. Mening yuqoriqi maqolam e'lon qilingandan keyin maqolamni o'qib ta'sirlangan Eminjon Osim G'ulji shaharlik 2-o'rta maktabning til adabiyot o'qituvchisi do'stim G'ayrat Arkin orqali menga yodgor bo'lsin uchun o'zi saqlab kelayotgan maxsus 1909 degan songa ishlatilgan oq xishdan birni avatibdi. Men 4-oyda bu xishni topshirib elib, bir asrdan buyon ila osmonida chaqnab, G'ulji xalqining g'urur va iftixor nazarida qarashiga muyassar bo'lib kelgan bu bir parcha xishqa cho'nqur mehrim bilan uzoq tikildim. Kechmish ko'p, so'zlari ta'sirli, ichilib kulalaydigan ham buqildab yig'layalaydigan bu xislatlik oq xish bilan takror mungdishib,
Tün kechelerde do'stona sirdashib, oxir bu maqolani yezib chiqdim. Mana bu meni hayajonga solgan bir parcha xishning siri. ...2009 yılı 6. ayda yazıldı.